Kelinlari eng katta orzularidan bittasi bo'lsa, mana shunaqa ochiq osmon tagida, optoda, undan tashqari qor, yomg'ir bo'layotganda eshik supurishga erinishadi bo'lsa, endi erinishni hojati yo'q bo'lsa. Mana shunaqa shumkali naveslar qildirib yuboradi. Xomasada bo'lsa, qor yog'adimi, do'l yog'adimi, eng asosiysi bo'lsa, quyosh tushadimi, qizig'i bemalol supur sidir qilsalar bo'ladi. Bir marta supurasizlar, bir oy davomida umuman unutasizlar bo'lsa, chunki bu uyni toza tutadigan navesdan hisoblanadi bo'lsa, o'rtalay stoykalar qilib berishgan bo'lsa, 1,5 qalinlikda bo'ladi, anchagina baquvvat bo'ladi, o'rtalay lazerli fasonlaysa, 1,8 listdan bo'ladi bo'lsa. Ushbu xonadonimizda bo'lsa, eni 9 metr, uzunasi 11 metrga qilib berishgan, eng arzoni bo'lsa 300 ming so'mdan 1 kvadrat metr vodiy bo'ladi. Dastlabki ustanovkalari mutlaqo bepul bo'ladi bo'lsa, agarda gibrid fasonda qildiraman desangiz bo'lsa 450 ming so'mdan boshlanadi. Leksanda qildiraman dedi xomason bo'lsa 450 ming so'mdan 550 ming so'mgacha 1 kvadrat metr bo'ladi bo'lsa, O'zbekiston bo'ylab xizmatlar ko'rsatiladi. Albatta kelishilgan holatda bo'ladi bo'lsa, kimga shunaqangi gibrid fasonda uyga shumkali naves qildirmoqchi bo'lsangiz bo'lsa, ushbu xonadonga 1 kvadrat metri bor yo'g'i 500 ming so'mdan yasab berishgan bo'lsa, taxmin qilinglar, nechta pulga tayyor bo'lgan, kommentariyada fikrlarni qoldirib aloqaga chiqaverasizlar.